Keyin o'rta, tinchlikmi o'rta, tugun ko'taryapsan. Choling haydavardimi? Haziling qursin Zuhra. Yangi mashina oldim deb maqtanuvding. O'sha mashinani bir apkatkadan chiqarib bergani keldim. Men sen yoqtirgan ovqatni boshlab qo'yaman. Sen kizlaringni solavergin. Mol go'shtini eng shirali joylarini alohida, ot go'shtini alohida pishiramiz. Ikkalasiga ham piyoz solamiz. Zira tuz solamiz endi mana. Endi to'ldirib suv solamiz. Past olovda 4 soat pishirib olamiz. 2 kosa qazini suviga bitta tuxum chaqib, qattiqqina xamir qilib olamiz. Xamirimizni 15 minutga tindirib qo'yamiz. O'zing ko'rsatib bermasang bo'lmaydi. Mana o'rtoqjon 2 ta kunopam bosasan olsan-ku. Ja, zamonaviy texnikalarni ishlatib, kurtoy bo'lib ketibsanmi? Gapimcha olasan deb o'rta. Esingdami? Dunyo kirlarni qo'limizda jo'mashuvda yuvardik. Hozir 11 kilo kirni bitta kunopdan bossan yuvasan de. Aytgancha go'sht ham tayyor bo'lib qoldi. Sen xamir yoyib bersang-chi. Bolajonlarim, to'liq retseptni pastiga yozib qoldiramiz. Yaxshi niyat qilib, qadrdon do'stlaringizga videoni jo'natib qo'yinglar, bolajonlarim. Qaraganda bizga o'xshab o'tirishni niyat qilganlar, bitta yurakchan bosib ketsanglar, xursand bo'lamiz. Mana qara, suyaklar ajralib ketadi. Ol, o'rtoqjon. Bay, juda mazali. Haqiqatan juda mazali bo'pti. O'rtoq, voy, endi kirlaring toza edi. Sen yana ovqatni mo'ljallab kelgansan. Yana to'shkasiga urding Zuhra.